Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mehribonlar, uylanmagan bo'ydoqlar, bo'ydoqlik vazifasini vaqtincha bajarib turgan ukaxonlar, bu 2026-yil aniq uylanaman deb niyat qilib yurgan ukaxonlarga mana yorqin misol. Bugun Oltiariq tumanidamiz. Ukaxonim xudo xolasa to'yini boshladik. Qalay, alaykum assalom. Qalay kayfiyatlar? Zo'r kayfiyatlar. Uylangandan keyin zo'r o'ladi. Bugun oxirgi kuningiz, bugungi bo'ydoqlik vazifasidagi bugungi oxirgi kuningiz. Shunday oxirgi Foydalanib qoling. Xursandchilikda deydi. Chapkira buni. chapgan. Endi qarang, hech kimga bermagan savolim. Hop, Nechta farzandlar oilada? 5 ta. Sizdan keyin kimlar bor? Mendan oldin bor. Kim? Siz kenjasiz yoki? kenja. Eng kenja. Voy, oxirgi patron manda ekan. Opam bor. Yo'q, 4 opadan keyin kenja. Kutilgan o'g'il. Qanday endi opalar turmushga chiqqan, qanaqa? Hammalari. Hammasi jo'lingan. Zakskasiga 4 ta pochchangiz ham bormi? Pochcha ham bor, 4 ta akam bor. Yo'q, qo'yili 4 ta opa, 4 ta pochcha. Ana baxt, ana oila. Endi qanday desam bo'ladi? Bitta qiziq savol. Pochchalarning ichida eng bir bunday bari ajrab turadi-yu, to'g'rimi? Bittasi bari bo'ladi-yu. Haligi hammasi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta baribir chicha bo'lsa ham bitta farq qiladigan bo'ladi-yu. Eng yaqin yonimdagisiz-da. Yoningizda Oltiariqda. Ha, bitta mahallada. Qo'yil otlari nima? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf aka. Muhammad Yusuf aka, mana hozir siz pochchalar nominatsiyasida g'olib bo'ldingiz. Siz bilan hali xudo xolasa balkim kommentariyalarda balkim ko'rishib qolarmiz. Eng videoyingizni ham qo'yaman baribir. Pochchalar eng yaxshi pochchalar nominatsiyasida g'olib bo'ldingiz aka, birinchi o'rinni oldingiz. Sovg'ani kutib qoling. Hammasi lekin zo'r. Menga nimasi? Ajratish yo'q, ajratish yo'q. Ajratish yo'q, hamma pochcha. Haligi deganingizda bunday yoningizda turadigan yaqinrog'i baribir bo'ladi. Iloji yo'q buni. Lekin zo'r. Opalaringiz ham iloyim baxtli bo'lsin, Oltiariqda eng baxtli insonlar bo'lsin. Siz ham xudo xolasa Oltiariqda eng ko'zga ko'ringan insoni bo'lib yuring, eng boy badavlat insoni bo'lib yuring. Tinchlik, xotirjamlik, baxt saodat sizni umuman tark etmasin. Oila har doim, ya'ni haligi birinchisi o'g'il bo'lganda yoki Hasanxon bo'lganda, xudo xolasa kelib xizmat qilaylik. Tilaklarni zo'ri bo'ldi omachi. Mana shunaqa tilaklarni qilishni yaxshi ko'raman. Siz ham shunaqa tilaklarni eshitadigan paytingiz kelyapti. Baxt mashinasida o'tirib olib, orqada podshohlardaqa yurish vaqti kelyapti. Harakat qiling. Toping endi u qizlarni qarab yurolmasdan, birisi bunaqa demasdan bittasini yaxshilab ushlash kerak, harakat qilish kerak, to'yni boshlash kerak, meni chaqirish kerak. Men borib xudo